Bu svarkani filtri. Birinchi sotib olganim bu. Bundan nafas olish osonroq ekan. Bu ikkinchi sotib olganim. Hop, ikkinchi sotib olganim. Bu boshqacha. Buni birinchi 20 ta sotib oldim, u tugadi. Endi buni yana sotib oldim. Lekin ikkinchi jo'natishgani boshqacha ekan. Lekin bunda nafas olish qiyin ekan. Qalinligi eskisidan qalinroq ekan. Bu sal yupqaroq ekan. Buni yorib ko'ramiz. Hop, birinchisi. Mana qavatlari. Bir qavat ko'miri bor ekan, xolos. Yo'q, mana. Bu yerda ham bir qavat bor ekan. Ikki qavat ko'miri bor ekan. Lekin sinfoni qavati ko'p ekan. Xo'p, bu ikkinchisi. Nafas olishcha qiyinroq ekan bunda. Shunga qiziqdim. Bunisini ham bir yorib ko'ramiz. Bunisi ancha oq ekan. Lekin bunda ham ko'mir qavati oz ekan. Yo'q, bunda ko'p ekan ko'mir qavati. 1-2 qavat ko'mir bor ekan. Bundan tashqari ichidagi setkasi ham boshqacha ekan. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana bunaqa setkadan juda ko'p qavat ekan. Bunda ham, lekin buni plotnisi kattaroq ekan ancha. Shuni hisobiga ekan. Mana farqi.